Siz qay holatda uxlaysiz? Bu juda qiziq. Ma'lum bo'lishicha, insonning qay holatda uxlab yotishiga qarab, uning qanday odamligini aniqlasa bo'lar ekan. Qat'iyatsiz, odamovi va har narsadan hadiksiraydigan kishilar ona qornidagi homila singari g'ujanak bo'lib, tizzalarini iyaklariga tirab, yonbosh bo'lib yotishga odatlanishar ekan. Bosiq fe'lli, qat'iyatli va har qanday sharoitda tezda moslashib ketadigan kishilar yarim homila shaklda, ya'ni tizzalarini qorniga tirab, yonbosh holatda uxlashadi. Qo'llarini atrofga tashlagancha yelkasidan osmonga qarab uxlovchilar yoshligidanoq hammaning diqqat e'tiborini tortuvchi, o'z shaxsining kuch-qudratiga ishonuvchi kishilardir. O'zini har dam ustun qo'yuvchi kishilar boshqalarning izzat ikromi, sovg'alarini hech ikkilanmasdan qabul qiladi. O'z navbatida hech kimdan qarz bo'lib qolishni istamaydi. Xayoldagi har bir voqeani sinchiklab o'rganadi. Kutilmagan tasodiflardan ehtiyot bo'lib yuruvchi kishilar qorni bilan uxlashadi. Odatda bunday kishilar har bir ishni a'lo darajada bajarishga urinishadi. Salga xafa bo'lib qoluvchi, ehtiroslarga tez beriluvchi kishilar qo'llari bilan boshini yopib uxlashar ekan.